Bugungi mazmun bak muhim mazmun, cho'qim yurak berib o'tgandan keyin 6 oy raqamini yo'llab saqlab olam. Bugun o'zgacha ham yeyishlik bo'lgan retseptlik jo'maji yetishni kunimiz. Oldi bilan bir nechta danjini pak uzib tayyorlab olgandan keyin qozonga muvofiq suv quyib to'xini solamiz. To'xini solib bir qaynatib olgandan keyin sho'rpidagi ko'piklarni suzib belutimiz. Undan keyin xuruchlardan kavovchin, oqmoch, shofirjon yani quruq lazlarni tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgandan keyin do'l qutisiga solib, oz miqdorda zanjivil, oz miqdorda samsak, so'ng piyoz solib. Keyinidan 80 gram atrofida tuz solamiz. Tuzni sepib bo'lgandan keyin tovoqni yopib 40 minut atrofida bo'sh o'tda dimlab pishiramiz. Keyinidan biz qoshiq suv quyib kavovchin va quruq lazlarni chilab qo'yamiz. Ko'k qizil laza, bosh piyoz va g'o'l piyozlarni siralab to'g'rab tayyorlab olamiz. To'xib chiqqandan keyin to'xini dasga suzib olamiz. Bak jiddiy bo'lib qolsa sovuq suv choy qo'ysangiz bo'ldi. Bo'lmasa yarim soat to'g'izib to'xini sovutamiz. Undan keyin ayrim qoshiqqa chilab qo'ygan kavovchin bilan lazni to'kib suzib olamiz. Qozonga bir cho'mich may qo'ygandan keyin chilab qo'ygan kavovchin, qaqmushlarni keyindan zanjil yaproqchisi bilan so'ng piyozni solamiz. Bir ishga o'rib o'tgandan keyin to'xu sho'rpisini 3 cho'mich qo'yamiz. Keyinidan bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq bejang, bir qo'shiq jejang, bir qo'shiq oqmuch solamiz. 13 minut bo'shat qaynatib olgandan keyin sho'rpini suzib olamiz. To'xini shu ushoq holatda yeritib tayyorlab olamiz. Filmda yeritsanlar bo'ladi. Ustiga bosh piyoz, g'o'l piyoz, undan keyin qizil ko'k lazlarni solamiz. Tayyorlab olgan sho'rpini qo'yamiz. Keyinidan 1 minut atrofida bellab tayyorlab olgandan keyin taqsiq usib iste'mol qilsak bo'ladi. Jo'maji dapanja qatorliq taomlarning ta'mini yaxshilab pura kirgizadigan, ta'mini kuchaytirib beradigan tashlangan xuruchlarga ehtiyojlar bo'lsa, boshpazin undan qo'shib olgan